Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Shohrux aka hozir kirishadi soat 3dan boshlab hamma nomzodlar. Tushundim, bular zal ожиданиеda bo'lib turib bittalab kirishadimi, yo'q qanaqa kirishadi? Bitta kiringlar dedim, что Хорошо. savollar Hop. qaytarilsa. Gavhar, assalomu alaykum. Ulandingizmi? Assalomu alaykum. Ha, eshitilyaptimi? Ha, eshitilyapti. Yaxshimisiz? Kameringizni yo'q olasizmi? Hozir mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum yana bir bor. Meni ismim Gulasal. Sanoat qurilish bankida HR xizmati menejeriman. Gavhar, sizni nomzodingiz Sanoat qurilish bankida loyiha menejeri lavozimiga ko'rib chiqilyapti.
siz bilan suhbatni loyiha boshqaruvi departamenti direktori o'rinbosari o'tkazadilar. O'zingiz haqingizda qisqacha tanishtirib o'tsangiz, keyin savol-javobga o'tamiz. Assalomu alaykum Gavhar, yaxshimisiz? Charchamisiz? Assalomu alaykum. Rahmat, yaxshi O'z o'zingizchi. haqingizda biroz nima bilan shug'ullangansiz? Proyektning deятельности nima bilan? Qanaqa opitingiz bor? Shuni biroz aytib bersangiz yaxshi bo'ladi. 22-yil mikrokredit bankiga kelganman ishga, proyektniy ofisga. Bu yerda kadrli proyektlar bilan birinchi shug'ullanganman, ijara proyektlar bilan. Bu подбор, адаптация, обучение, корпоративная культура, keyin преемственность и KPI sistemasi. Hozirgi kunda bu proyektlar уже yo'lga qo'yilgan. Завершенный proyektlar. Hozir ko'proq IT proyektlar, hard collection, soft collection va junior banking proyekti bilan shug'ullanyapman. Hop, Gavhar, Agile bilan Waterfall metodologiyasini razницасini bilasizmi? Agile nima u, Waterfall nima u? Agile sistemada, metodda bu задача, tasklarni qisqa muddatga qo'yiladi. Waterfallda bu, misol uchun подбор adaptatsiyada aytadigan bo'lsak, shu poyezd kandidatidan boshlab, uni ishga kirguncha, uni o'sha prikaz chiqqungacha bo'lgan har bitta etapni yozib chiqadigan долгосрочный anaqa deb o'ylayman, protsess. O'shanga qarab turib, anaqalarni zadachalar qo'yiladi. Tushunarli. Scrum Master u kim? Nima rol bilan shug'ullanadi Scrum Master? Scrum Master bu zadachalar proyektni komandaga zadacha qo'yish bilan shug'ullanadigan proyektning участник proyekti. Nima asosiy nima ishlar qiladi u? Har bitta etapga zadacha qo'yib, buni zadachani boshidan oxirigacha proyektni komandaga tasklar beradigan, o'shani kontrol qiladigan personal. Sprint tushuncha nima degani sprint? Sprint tushuncha sprint adashmasam bu o'ylashim bo'yicha task bo'lsa kerak. Project manager bilan product owner farqi nimada? Project manager bu proyektni boshqarib turadigan, ya'ni manage qiladigan xodim bo'lsa, product owner bu o'sha proyektni, produktni ishlatadigan aytaylik departament, управление, o'sha jamoa. Ular o'sha ishlab chiqilgan proyektdan kelgan mahsulotni, ya'ni produktni дальнейшем ishlatadigan komanda. Bo'ldi, tushunarli. Gavhar, yaxshi. Sal uncha bor ekan. Ruxsat bersangiz, sizga bir ikkita maslahat bersam. Kitoblar bor. Agile transformatsiya degan, misol uchun, yoki Scrum, Jeff Sutherland kitoblari bor. O'shani bir o'qib, PMBOK degan kitoblar bor. PMI Project Management Institute chiqarilgan kitoblari, asosiy versiyalari bo'ladi. 1, 2, 3, 4 o'sha hozirgi kunga adashmasam 8 ta versiyasi bor. O'sha области знаний degan narsa joylari bor. O'shani bir o'qib,
taylanib, xudo xohlasa, o'shani bilib bilan olsangiz bo'ladi, shuni nazarda tutdim. Shuni Tushunarli. aytmoqchi bo'ldim. Bo'lib, bizga nima savollar bor? В принципе, man sizni Mm, tushundim. Manga o'sha telefon qilganlarida project manager dedilar, lekin qaysi направлениедagi proyektlarni aytmadilar. Shu qiziq bo'ldi menga. Qarang, bizada hozirgi kunda o'sha PSBmizda endi konkretno sizga proyektlar nomini nimadaligini aytolmayman. Sababi bu endi baribir NDA degan понятие tushuncha bor, bankovskiy tayin, Mhm. kommersiy tayin degan понятие bor. No, sizga umumiy aytganimda 90% proyektlarimiz IT bilan bog'liq. Mm. Bizada o'sha proyektni ichida tizimli, sistemli работа kerak. То есть o'sha proyektni управленияni oddiy misol uchun Scrum Master'dan so'radim-ku. Scrum Master Mhm. o'zini daily meetinglar bor, daily stand-uplar bor, retro bilan shug'ullanadigan retrospektivalar bilan qiladigan odamlar bor. O'sha двухнедельный, однонедельный sprintlarni qo'yadigan задачалari bor. Misol uchun o'shani keyin retro qilib tushuntirib berish yo'llari bor. Tracker degan понятиялар bor. O'sha zadachalarni track qilish tushunchalar bor. Shuni biza instrument qilib ishlatmoqchimiz proyektga. Sababi bizada hozir proyektlarda endi proyekt ketyapti, ishlab ketishyapti, no davay bilan ishlanyapti. O'shaning uchun biz shuni ko'proq metodologически yuritmoqchimiz. Shu har xil loyihalar bor, asosiy shu 90% IT bilan bog'liq. Tushunarli. Qanaqa savol bor? Mm, Vakansiya bo'yicha savol yo'q. Agar siz savol etsangiz. Gavhar, rahmat ajratgan vaqtingiz uchun. Siz bilan yana aloqaga chiqamiz. Ishlaringizga Hop, omad. rahmat. Rahmat, Javoblaringizni sog' bo'ling. kutaman. Rahmat. Charchamanglar, xo'p. Ikkinchi nomzodda hozir Zoomga ulanishda sal muammo bo'layotgan ekan, hozir ulanarkanlar. Хорошо.
Aslbek, assalomu alaykum. Ulandingizmi? Tamam. Aslbek, As- kamerangizni yoqib qo'ying. Bir daqiqa. Assalomu alaykum. Assalomu yana bir- alaykum. Salomatmisiz? Aslbek, rahmat. Assalomu Men alaykum. Asmam Gulasal, Sanoat qurilish bankida HR bo'lim menejeriman. Aha. Sizni lavozmingiz, sizni nomzodingiz HR, то есть проектный menejer lavozimiga ko'rib chiqilyapti. Bundan Ha. suhbatni loyiha boshqaruv departamenti direktori o'rinbosari o'tkazadilar. O'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bersangiz. Xo'p bo'ladi. Birinchi o'rinda ismim Asalbek. Amiti universitetini IT fakultetini bitirganman. Hozirda magistraturani olib boryapman. IT Park universitetida loyiha menejerligi bo'yicha. Qisqacha ish haqimdan aytadigan bo'lsam, hozirgi kunda men Biznesni rivojlantirish bankining raqamli biznes departamentida loyiha menejeri sifatida ishlayapman. Asosiy faoliyatim bank mobil ilovasini rivojlantirish, yangi raqamli mahsulotlarni joriy qilish bilan bog'liq. Jumladan hozirgi kunda mobil ilovada, misol uchun, mobil ilovamiz o'zida onlayn avtokreditni rivojlantirish yo'nalishi borda, o'sha bo'yicha hozir men shartnomalar bilan imzolashib, kompaniyalar bilan kelishuvga olib kelyapman. Ya'ni birinchidan bu BYD, Jack, GM mana 0% aksiyali avtokreditlar bor. O'shalarni loyiha doirasida men bu biznes talablarini shakllantirish jarayonlarini optimallashtirish bo'yicha texnik jamoa bilan integratsiyalarini, koordinatsiyalarini qilishga javob beraman. Yana bitta hozirgi bankimiz mobil ilovasida shuningdek transchegaraviy O'qutuv banki transchegaraviy loyihasi bor. Ya'ni shunaqa yo'nalish borki, transchegaraviyni o'zida Xitoyga yoki Turkiyaga bizni mobil ilovadan P2P yo'nalishlarini amalga oshirsa bo'ladi. Bu yerda ham men integratsiya jarayonlari, talablari kelishish va loyiha muddatini nazorat qilish bilan shug'ullanaman. Yaxshi, Aslbek, bir ikki savollar beraman. Assalomu alaykum. Shohruxxon Assalomu ismim. alaykum. Yana bir bor. Qarang, Agile bilan Waterfall degan metodologiya bor proyektning upravleniyada. Aha. O'shani nimasi farqi bor? Waterfall nima u? Agile nima u? Shuni tushuntirib bering. Agile va Waterfallni oddiyroq qilib aytadigan bo'lsam, Waterfall bu oddiydan hammasi aniq bo'lgan loyihalar uchun, ya'ni hammasi ketma-ket ketadi. Agile esa hayotdagi, o'zgarishlardek bo'ladigan narsa, chunki shuningdek sprintlar bilan ishlaymiz. Tez moslashamiz. Это как Waterfall, последовательный model bo'ladigan bo'lsa, Agile bu gibkий versiyasi, gibkий подходы. Yaxshi. Project manager kim u? Product owner kim u? Nimasi farqi bor ularning? Project manager bu prioritet qo'yadigan vazifalari, project managementga PO bu hozir bir daqiqa. POniki bu как заказчик, product owner отвечает за продукт, бизнес-процесс, бизнес-ценность и определяет приоритеты задач и требований. PM bo'ladigan bo'lsa, bu organizatsiya proyektdagi srok, resurs va kommunikatsiyalarga, risklarga и контроль, выполнение задачga ham javob beradi. Я как понял, на русском удобно, да? Лучше. Да, так удобнее просто. Хорошо. Ответьте, пожалуйста, как работают agile команды? Какие роли обычно бывают там? Какие спринты, ежедневные встречи? Кто это делает вообще? В agile команде обычно работают продукт-овнеры, скрам-мастера и команда разработки. Работа идет, к примеру, спринтами, обычно там по 1, по 2 недели. В начале спринта команда планирует задачи, ежедневно проводятся daily meetings и обсуждение статуса работ. И в конце работ иногда проходит, иногда говорю, всегда проходит в конце работы ревью и ретроспектив. Так, можете рассказать, как вы реагируете, если заказчик меняет требования в середине проекта? Ну, я сначала оцениваю влияние изменений на сроки, то есть ресурсы и бюджет проекта. После этого обсуждаю изменения с командой и с заказчиком. Фиксирую новые требования и обновляю новый план проекта.
Понятно. Вы читали такие книги, как «Скрам» Джефф Сезерленда, «Идеал трансформация»? Читаю сейчас, изучаю для себя. Почему? Потому что там очень большая, огромная книга, и я все должен это изучать, и я для себя свои спринты прям пишу свои тетрадки, чтобы не забывать, потому что там очень много знаний. Поэтому Сохраните эту тетрадку, она вам еще понадобится, я думаю. все, обязательно. Спасибо большое. Хорошо, спасибо. Нам какие вопросы, Асылбек? Вопросов пока нет. Если вот результат скажете, в ближайшее время. Просто мы тоже должны, если будем уволиться, оказывается, 2 недели надо отработать. По этим же планам мы будем ходить по планам. Хорошо, Гулясал выйдет на связь. Понял вас. Спасибо большое вам. Спасибо. Хорошего дня вам. Не уставайте. Вам также спасибо. Спасибо. Gulzada Da ularga suhbat anaqasini aytamiz natijasini. Xo'p bo'ladi, rahmat. Man chiqib ketaveringmi o'zi? Ha, Aslbek, ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Ishlaringizga omad tilaymiz. Xo'p bo'ladi, rahmat. Salomat bo'linglar.
Assalomu alaykum. Sharofiddin, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ovozim eshityaptimi? Zoomga ulandingizmi? Assalomu alaykum. Ovozim kelyaptimi? Yaxshi bo'lsangiz, shuni kameringizni yoqib olasiz. Yo'q. Ko'rsat. Daqiqa. Men borib so'rayman, san internetimda muammo bo'lyapti desam, notebookimdan kirmadim. Yoqib oldingizmi kameringizni? Bilmayman. Yordammi kamera? Yordammi? Assalomu alaykum yana bir bor. Assalomu alaykum. Sharofiddin, Eshitaman. xo'p, xabaringiz bor. Sizni nomzodingiz loyiha menejeri lavozimiga ko'rib chiqilyapti. Siz bilan suhbatda loyiha boshqaruv departamenti direktori o'rinbosari olib borildi. O'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bersangiz, keyin savollarga javob o'tamiz. Bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum. Menimcha bilishim bo'yicha Shohrux aka man hozirda an'anaviy ishda ishlayman. Hozirgi kungacha oliy ma'lumotga egaman. Tsinghua Institute Singapurda bachelor engineering IT sohasini tamomlaganman. Shu kungacha ish joylarim bo'yicha gapirib o'tsam bo'ladimi? Sharofiddin, o'zingiz haqingizda prosta Ovozim gapirib yaxshi bering. Nima kelyapti. oqibatingiz bor? Nima ish qilgansiz? Qaysi proyektlar bilan shug'ullangansiz? Birinchi o'zingiz haqingizda, keyin men savollarga Man boshidan o'taman. 2021-yildan boshlab man ish faoliyatimni rasmiy tarzda boshlaganman. Birinchi ish joyim manda Global Service bo'lgan. Bu ya'ni biza xalqaro logistika bilan shug'ullanganmiz. Hamda man tamo'jna deklaratsiyalari asosan deklarant bo'lganman. U paytda qisqa muddatda ishlagan bo'lsam ham aynan katta o'qitga ega bo'lish uchun ya'ni qanchadir sinfsiz boshlash uchun shu ishni boshlaganman akam bilan. Undan so'ng oradan vaqt o'tib yana rasmiy joyga ishga chaqirilganman. Ikkinchi ish joyim bu Uzun Market bo'lgan. Uzun Marketda man klientga обслуживание bilan asosan ishlaganman. Hamda mijozlarga xizmat ko'rsatish servisi bilan, ya'ni agregat hozirgi kundagi shu Ukraina kompaniyasida dispetcher lavozimida ishlaganman. Bir yil davomidan keyin man lavozim oshirilib, oxirgi yilida shu yetakchi mutaxassis bo'lganman. Har xil sotuv logotiplari bilan, misol har xil tariflar bilan sotuv bilan shug'ullanganman. Undan keyin man IT Step kompaniyasida ishlaganman. Bu uchinchi center IT texnologiya bo'yicha har xil darsliklar, kurslar, kiberxavfsizlik darslari, programmирование bo'yicha, dizaynerlik bo'yicha kurslar taqdimoti bilan ishlaganman. Undan keyin shu oxirgi ish joyim, ya'ni hozirdagi ish joyim bu Universal Bank boshidagi IT Unicef kompaniyasida ishlayman va shu loyiha boshqaruvi bilan asosan shug'ullanamiz. Hamda Bitrix Parent Sharofiddin, cho'tan sviyazingiz yaxshi emas. bu ya'ni aviakassalar bilan Bigroup bor, moshina lizing va рассрочка sektorida shu proyekt ishlab chiqarilgan hamda avtoproyekt tizimi. Bu banklarga yoki рассрочка do'konlarga pul yechish tizimi. Undan keyin yana bitta proyektimiz bor, bu Generate programmasi. Hozirda hammaga taniqli bo'lgan proyektimiz. Bu va o'zimning takomillashtirilgan tarzda chiqqan sotuvga mo'ljallangan proyekt.
sotuvchi bo'ladi. Kecha Hop, ma'lumotlarni Sharofiddin, o'qib а, savolimga javob bersangiz, loyiha boshqaruv ishi nima o'zi? Что такое проектное управление degan savolga javob. o'zbekchada javob bersam qulay bo'ladimi? To'g'ri. Любой tilda Hop, bo'laveradi. loyiha boshqaruvi deganda o'zi mani tushuncham bu ya'ni biror bir loyihani tizimlaga olish. Ya'ni o'tday shu oxirigacha noldan olib borish. Ya'ni uni как protsessini, o'sha biznes prosesslarini yoki avtomatizatsiyasini, byudjetini, aloqasini, servislarni, risklarini hammasini taqqoslovchi va shu proyektni oxirigacha olib borib, ya'ni muvaffaqiyatli darajaga deganda pul topadigan darajaga olib chiqish deb tushunaman proyektni. Har bitta proyektdan Agile bilan waterfall nima u? Agile waterfall. Agile nima u? Waterfall nima u? Savol shu. asosan belgilangan maqsadlar bo'yicha ishlangan ish. Step by step deydiku, уже ovozim yaxshi kelyaptimi? Menimcha antenam yaxshi bo'lmagan. Step by step Antenangiz degani, yaxshi emas, ya'ni aynan Sharofiddin. maqsadlar. Yo'q. Bir daqiqa bera olasizlarmi? Da. Endi qanaqa eshityapti? Hozircha yaxshi. Bo'ldi, o'ziga kelgan bo'lsa yaxshi. Ya'ni waterfall bilan EJI farqi aytib beryotgandim. Bu waterfallda asosan aniq bo'ladi maqsadimiz. Hamma narsaga shu modul bo'yicha ishlanadi deb o'ylayman. Misol waterfall boshlanishida proyekt owner ya'ni asosiy maqsad bersa aniq maqsad bilan keladi. EJIda как бы unaqa maqsad bilan bo'lmaydi, как бы gibkiyroq bo'ladi boshlayotgan narsamiz va tez misol modulga tez o'zgartirishlar kiritishimiz mumkin bo'ladi va qisqaroq muddat bo'ladi bu narsaga hamda egiluvchiroq bo'ladi ko'proq. Mani fikrim bo'yicha. Misol Agile komandaga kim kiradi? EJI komandaga birinchi o'rinda proyekt owner kiradi. Fikrim bo'yicha proyekt owner kiradi. Kim? Proyekt owner. Product owner demoqchisiz. Yo'q, shu uzr aka, product owner kiradi. Keyin PM kiradi, project manager kiradi. Hop. EJI proyektda yana bitta ishchilari bo'lishi mumkin bo'ladi. Xo'lasini asosan sprint bilan ishlaydigan mutaxassislardan kiradi. Sprint bilan kim ishlaydi? Sprint bilan project manager bo'ladi, как бы Scrum master deyiladi. nima deysiz? Sprint bilan Bizda ishlaydigan odam Scrum master. Da, Scrum Master, Scrum Master bo'ladi. Sprint bilan bizda endi rasmiy nomga ega emas bizning ishxonada. Как бы bizda более kuchliroq aka, biz tizimda ishlamaymiz-da. O'zimizning fikrimizga tayangan holda, ya'ni rasmiy ishlar bilan emas, rasmiy nom bilan emas, lekin nima ish qilishini, asosan nima vazifa bajarishini aniq bila olaman. Ishiga qarab. Nomlarni Hop, product owner bilan project manager farqi nimada? Product owner bu shu biznes loyihani egasi va shu budjet ajratuvchi va shu nima qilish kerakligi bo'yicha aytiladigan product owner hisoblanadi. Project manager buni modulini polniy ishlab chiqish bo'yicha, loyihani boshqaruvi bo'yicha
aloqasi bo'yicha, aytganimdek o'sha risklari bo'yicha umumiy qilib olganda полный уже ish boshlangandan keyin zimmasiga oladigan bu как бы project manager hisoblanadi. Hop, sizda backlog zadachalar bor deylik. O'shani qanaqa qilib planlashtirasiz, kontrol qilasiz? O'zi hozirgi ishimdami? Вообще, proyektda sizda backlog zadachalaringiz bor. Har xil zadachalaringiz bor. O'shani Да. qanaqa planlashtirasiz yoki kontrol qilasiz? Asosan biza ishlaydigan komandada, shu misol bitta proyekt tushadigan bo'lsa, biz u proyektni shu project managerlar bilan birinchi o'rinda belgilangan holda vazifalarni yuklanishini biz asosan sistemada bajaramiz buni. Biza shu sistemani hozir project bo'yicha ishlanadigan asosiy CRM qilib olganmiz. Bu Bittrex. Bitrixda biza asosan ishlarni yuklanishi bo'yicha shug'ullanamiz. Ya'ni qanaqadir qisqa yig'ilishlar bo'ladigan Hozir bo'lsa, to'xtab turing, Sharofiddin. Ziyodilla sal turib kiring, что-то vaqtida kirmadi. Yo'q, Shohrux aka, hozircha 40 minut o'tganda yana boshqa nomzod kiradida, hamma nomzodlarga 10 minutdan vaqt berilgandi. Sho'ro aka, assalomu alaykum. Uzr, Savollarimni eshitibdi-ku. men maylisda edim. Uzr. Bo'ldi. Qop chiqib turaman. gapni Xo'sh, Jira nima degani? Jira Mhm. bu loyiha boshqaruvini bitta instrumenti deb hisoblasak bo'ladi. Bo'ldi, men tushundim. Nima deysiz aka? Qanaqa bizga savollaringiz bor deyman? Savollarim keyinchalik paydo bo'lishi mumkin. Hozirda shu loyihalar bo'yicha tushuncham sizlarga aynan tizimi bo'yicha qaysi tizimda ishlanadi? Birinchi savol. Ikkinchi savol, loyiha departamentining butunlay shu tashkillanishi, sizlarda o'zi PM tushunchasida nima tushunilishi bo'yicha savollar bor. Endi hozirda manimcha javob bunga ololmayman, vaqtimiz chegaralangan holda biz to'g'ri. Bo'ldi, shu savollarni keyin o'sha keyingi etapga o'tadigan bo'lsangiz, yana gaplashib olamiz. Gulasal opa, Bo'ldi. Rahmat Sharofiddin ajratgan vaqtingiz uchun va jarayon natijalari bilan bo'lishamiz siz bilan. Sog' bo'ladi, rahmat. Uzr, men kechikdim.
Lasalapa nima bo'ldi? Hozir Ziyodulla kiryaptilar. Chiqarganimni tushundingiz-a, manimcha nimaga chiqarganim? Da, albatta. Savol javobini eshitmasimda. Ziyodulla, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz, Ulangiz? Assalomu alaykum. Ziyodulla, sizni nomzodingiz loyiha menejeri lavozimiga ko'rib chiqilyapti, xabaringiz bor. Sizdan suhbatda loyiha boshqaruv departamenti direktori o'rinbosari o'tkazildi. O'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz, keyin savol javob bo'limiga o'tasizlar. Assalomu alaykum. Uzr, mening nima monitorim ikki tarafda, shunga nima bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Ismim Ziyodulla Solijonov. Yoshim 29da. Biri Biznes rivojlantirish bankida raqamli biznes departamentida ishlayman. Asosan PM, ya'ni proyekt menejer sifatida ishlayman. Hozirda shu asosan chakana kredit mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha ishlayman. Bir yildan beri. O'zim Angliyada o'qiganman, magistratura bitirganman. Xalqaro bank va moliya bo'yicha. Nimada bakalavrni Singapurskida bitirganman. U ham bank va moliya ishi bo'yicha bitirganman. Keldim 2005-yilda Biznes rivojlantirish bankida ish boshladim. Hozirda 1 yil bo'ldi. Hop, Ziyodulla, assalomu alaykum. Shohrux ismim. Ziyodulla, savol sizga. Loyiha boshqarish nimaligini tushuntirib bering. Что такое проектное управление? Loyiha boshqaruvi bu loyiha maqsadlariga belgilangan muddat va resurslardan, byudjetdan doirasida kelib chiqib, o'sha maqsadga erishishda loyiha boshqaruvi deyiladi. Masalan, loyiha boshqaruvida o'sha nima deydi? Byudjetdan kerakli resurslardan kelib chiqqan holda tashkil etiladi. PMning asosiy vazifasi, masalan, o'sha bor resurslardan foydalangan holda kerakli deadlaynda, kerakli paytga o'sha effektivniy tarzda loyihani yetkazib berish. Hop, loyiha boshqarishda metodologiyalar bor. Qanaqa metodologiyalar? Misol uchun. Loyiha boshqarishda asosan biz o'zimiz tajribamizda ham bor. Bizda nima bor? Agile bor, Kanban bor, Waterfall'lar bor. Keng qamrovli hozirda biz masalan o'zimiz bankimizda shu Agile, Scrum metodologiyasi bo'yicha shug'ullanamiz. Bu bo'yicha ishlab kelyapmiz. Waterfall nimaligini tushuntirib bera olasizmi? Qaysi loyihalarda ishlatishimiz mumkin? Waterfall'da asosan ko'proq bu qat'iy belgilangan intizom asosida ishlatilganligi sababli Waterfall'lar nima? Asosan davlat loyihalari, katta loyihalar borku, shularda ishlatiladi. Endi ketma-ketlik nimada ketadi? Birinchi o'sha talablar, kerakli o'sha resurslar hammasini ketma-ket yetkazadi. Ya'ni bitta ish bo'lgandan keyin keyingisiga o'tiladi. Masalan, Scrumda umuman boshqacha. Shunday. Tushunarli. Agile'dagi metodologiyani aytib bera olasizmi? Nima bilan farqi bor Waterfall? Agile jamoasida Waterfall o'sha asosan ketma-ket model bo'lib, unda har bir bosqich
navbat bilan bajarilyapti. Bu yondashuv talablar qat'iyligi belgilangan loyihalar uchun asosan mos, shu asosan davlat loyihalari. Agile bu ko'proq moslashuvchan bo'ladi. Masalan, zakazchi bo'ladi yo bank o'zi zakazchi bo'lgandan keyin orada o'zgarish sirasi mana bu narsa o'zgarib qoldi, qonun o'zgarishi, nimadirlar o'zgarib qolsa, o'shanga moslashib ketuvchan bo'ladi Scrumda. Ya'ni Agile, Scrumda shunaqa bo'ladi. Shu Scrum aytyapsiz. Demak, Agile'da shunaqa bitta rol bor. Scrum Master, to'g'rimi? Ha, Bilasizmi? Scrum Master bor Asosiy rol. ishi nima uni? Asosiy ishi, ya'ni umuman Scrumda PO bor, Scrum Master bor, Development Team, ya'ni IT team deylik, o'sha bor. Ya'ni разработчиклар bor. Ya'ni e, PO masalan, ya'ni product mahsulot egasi mahsulotni ya'ni mahsulot va uni biznesda o'sha qadr nimasiga valyusiga javob beradi, ya'ni qiymatiga javob bersa, Scrum Master o'sha POdan vazifalarni olib, ya'ni PO yaratib beradi, qaysi prioritet qanaqa bo'ladi, nima bilan bo'lishi kerak, boshqalarni zadача bergandan keyin Scrum Master uni olib tashkilot bo'yicha nimaga beradi, development teamga berib, shu o'rtadagi bir ko'prik sifatida ishlarni amaliyotga oshiradi. Tushunarli. Proyektning деятельностida sizda demak ham bir tajriba bor, to'g'rimi? Bor ishlaganmiz. Ha, Uzun qilgan misol proyektlar uchun, bor. misol uchun bir paytda bir nechta vazifalar bor sizda. Paydo qoldi. Qanaqa qilib prioritet belgilagansiz zadachalar? Unda har bir bir nechta vazifa bilan ishlaganman, lekin ustuvorlik muddatlarini, qayda biznes jihatdan qanchalik u muhim, qaysi biri masalan qanaqadir qonunlar o'zgarishlar bo'lib qoladi, o'sha prioritetini belgilanadida, qanchalik prioritetni qayta ko'rib chiqiladi va biznesga qanchalik muhim, shu taraflardan kelib chiqib yana qayta prioriteti belgilanadi. Loyiha boshqarishda qanaqa kitoblarni o'qigansiz? Loyiha boshqaruvda asosan u PMBOK bor edi. PMBOK 6-7, hozir 7-si chiqdi. Endi 6-sini men to'g'ri unga subscription kerak bo'lgan, ozginasini o'qiganman, ko'pini o'qimaganman. Scrum bo'yicha o'sha ozgina nima bo'lgan. Nima deydi? Ularni o'qib Prezentatsiyalar bo'lib, olganmisiz? o'qishlar bo'lgan, Kitobdan. o'qishlar bo'lgan. PMBOKmi? PMBOK endi kattaroq, bilmayman o'qigansiz yo'qmi? Scrumni o'qigansiz? Scrum qaysi biri? Jeff Sutherlandmi? Ha, Scrum, ha, o'shasini o'qiganman, lekin oxirigacha emas. Yaxshi. Yana boshlang'ich mana ish jarayoni kerak bo'ladigan o'sha metodologiyalarni o'qib, proyektlarni o'sha bo'yicha o'qiganmiz. Bo'ldi. Ziyodli, bizga nima savollaringiz bor? Savollarim hozircha yo'q, mavjud emas. Rahmat, Gulazar opa. Gulazar opa. Ziyodulla, ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Siz bilan yana aloqaga chiqamiz. Xo'p, sog' bo'ling, rahmat. Shohrux aka, hozir yana nomzodimiz bor. Hop.
Shohrux aka hozir nomzodga kirishda sal muammo bo'layotgan ekan, ulanadilar hozirlar ham. Xo'p. Добрый день. Меня слышно, видно? Добрый день, Милина. Меня зовут Шахрух. Я являюсь заместителем департамента проектного управления, заместителем директора департамента. Мы ищем позицию, рассматриваем на младшего менеджера. Вот. Расскажите о себе, о своем опыте, пожалуйста. Прошу прощения. Я, если говорить вообще, немножечко спонтанно так произошло. Мне прямо сейчас позвонил ваш рекрутер, вот, поэтому я особо не готовилась. Но если рассказывать про свой опыт, вообще все началось в далеком 2020 еще году. Для меня это мои 17-18 лет. Я тут начала работать на фрилансе именно в сфере образования, где работала обычным куратором. После я перешла в сферу уже помощника проект-менеджера, продукта, кто помогал с организацией образовательных курсов. Вот. Я проработала на фрилансе где-то около 2 лет, то есть я работала удаленно, это были российские проекты. Вот. После этого я уже поняла, что у меня тогда это был 3-й курс университета, вот, и я поняла, что мне нужно начинать искать работу здесь, в Ташкенте, строить уже тут свою карьеру. И я как раз-таки попала в стартап «Основа». Возможно, вы знаете, это дочерняя компания Альфы. Это также образовательный проект, где я работала уже тимлидом кураторов. Это команда ребят, которая помогала также
в образовательной части помогала работать, ну, как бы организовывать всю коммуникацию с учениками. Проверка домашних работ, вся взаимодействие. Вот. Я полностью построила весь этот отдел, полностью построила коммуникацию, правила и все, а, скажем так, документы по этому отделу. Это все было на мне. Вот. Проработала я больше года, точнее, год и месяц в основе. Вот. У меня за мной было 3 человека, прикреплено 3 куратора, с кем как бы вся моя команда, с кем я и взаимодействовала. Вот. Также в основе, помимо кураторства, как бы, помимо того, что я была лидом, я была и продюсером курсов, то есть я создавала полностью образовательные проекты. Вот. То есть мы полностью создавали онлайн, проходили съемки, я создавала сценарий и работала также с командой продакшена. Вот здесь как раз-таки началась, скажем так, моя работа проект, потому что вся коммуникация происходила через меня, и вся организация также проходила через меня. Вот. Прошу прощения. Секунду, можно я водички попью? И, конечно, чувствуйте себя свободно. Прошу прощения. Нормально все? Да, что-то с горлом. Ничего, ничего. Да, извиняюсь. Водичка выпейте. Все хорошо. Вот, и я проработала там продюсером, и после я уже поняла, что нужно переходить чуть-чуть дальше, расти. Вот, и перешла в компанию Олив. Вот. В компании Олив я уже работаю проектом на протяжении 9 месяцев. И здесь как раз-таки также часть образования. Простите, а мы можем перенести? Мне просто чуть тяжеловато. Да, да, конечно, конечно, Хотя конечно. бы где-то через полчасика. Да, 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 вы как готовы будете заходить, хорошо? Хорошо, Вам Гудасыл спасибо. выйдет. Давайте. Assalomu Assalomu alaykum. Oxiri yaxshimisiz? Rahmat.
Video kamerasiga yoqib yuboradingizmi? Yoqdim. Ismim Shohrux, loyiha boshqaruv departamenti zamdirektoriman. Hozir sizni loyiha menejer guruhiga, kichik menejer lavozimiga ko'rib chiqyapmiz. Oxiri o'zingiz haqingizda, o'zingiz o'sha skills, o'qitingiz bo'yicha gapirib bersangiz, imенно Okey. loyiha yo'nalishida bo'lsa yaxshi bo'ladi. Rahmat. Okey. А, а, Endi men loyiha boshqaruvchisi, proyekt menejerlik bo'yicha man уже 1 yildan oshiq o'qitim, tajribam bor. Undan oldin man o'z universitetda man IT направление bo'yicha o'qiyman. Birinchi bo'lib kodingga kirganman, front-end bo'yicha Pro-webda o'qiganman и man o'zimni ko'proq soft skilllarimni ko'rib, menejmentda ko'rganim uchun, demak, man proyekt menejerlikni tanlaganman. Proyekt menejerlik bo'yicha hozirgacha aytsam bo'ladi 3 ta 4 ta proyektni tugatdim. Unda veb-saytlar, har xil kichkina, katta veb-saytlar o'sha adminkasi bilan. Hozirgi qilayotgan proyektim aytsam bo'ladi. Biz hozir onlayn hamshira proyektini qilyapmiz. Demak, u hozir bizada testoviy rejimda уже mana shu 1-2 haftada уже bizada productionga chiqadi. Biz unda qanaqa ishladik? Unda ikkita mobilkasi bor, UserApp, NorseApp, WebApp. Bunga veb-sayt ham qildik. Va yana uni o'zini adminda bu proyektimda bo'yicha man o'zim shug'ullandim. Demak, qanaqa tasklar har sprintlar bo'yicha qilishimiz lozim. Tasklarni man nimada ko'proq tekshirib boraman. Demak, o'sha daily meetinglarimizda вот sprintlar bo'yicha haftani oxirida qilinadigan task tracker uchun bizada Jira ishlatamiz. Вот boshida biznes analitika qilinayotganda, o'sha dokumentatsiyalarni to'g'rilayotganda, demak Google Docs, Google Sheets вот Mindmap, Miro'da Mindmap biznes VPN uchun ishlatamiz. То есть shunaqa toollardan foydalanaman. Qisqacha qilib aytganda, men hozir shu proyektda ishlamayman. Yaxshi, Mohira. Достаточно. На русском понимаете? Да, я понимаю. Разговариваете свободно? Да, я смогу. А английский? Да, английский тоже знаю. У Хорошо. меня учеба, университет на английском языке. Поэтому. Yaxshi. Tajribangiz yaxshi ekan. Hozirgi kunda o'qiyapsiz, to'g'rimi? Что-то интернет не ловит, да? Интернет. Eshitilyaptimi? Ha, endi yaxshi eshitiladi. Hozirgi kunda o'qiyapsizmi hali ham? Uzr, anaqa boshqatdan qaytarib olasizmi? Eshitilmay qoldi. O'qiyapsizmi hozirgi kunda institutdami, qayerdadir o'qiyapsizmi? Mani svязim yaxshimi yo? Sizniki emas, sizniki. То есть mandami? Endi yaxshi eshitiladi. Bizda da Mohira, что-то связь yaxshi emas ekan. Studentimsiz hali ham? Hali ham o'qiyapsizmi? Eshitilmayaptimi deyman. Savollar bering, boshqa savol. Manda bu. Aha. Endi yaxshi eshitiladi. Uzr, manda bo'lyapti menimcha. Mana shu telefon qilishyaptimi deyman telefoningizga. Yo'q, kompyuterdan kirdim. Menimcha Wi-Fi'da ozgina problema bo'ldi. Hali ham studentmisiz demoqchiman. O'qiyapsizmi? Full qarang, boshqa Wi-Fi'dan kira olasizmi? Что-то yaxshi Aha. eshitilmayapti. Nima bo'ldi? Hozir bitta tekshirib oling. Lekin yaxshi ekan, foydalaning. Menga ham yoqyapti.
Endi yaxshi eshitilyapti. Yo'q, yaxshi eshitilmayapti lekin. Telefoningizdan kirib ko'ring, telefoningiz internetidan. Kompyuterdan shart emas. Telefoningizdan ulansangiz ham bo'ladi. Ah, hozir eshitilyaptimi? Boshqadan chiqib kiring telefoningizdan. Endi vro'di tiniqroq bo'ldi adashmasam. Lekin ovozingiz endi eshitilmayapti. Mikrofonni yoqishingiz kerak. Yaxshi Video yaxshi kelyapti, lekin ovoz juda uzilib kelyapti sizda. Endi ovozim eshitilyaptimi? Endi yaxshi vro'di. Uzr so'rayman, manimcha internet bilan problema Yo'q, bo'lib nechun? qoldi. Просто tajribangiz haqida yaxshi gapiruvdingiz, boshlayotganda endi nima deydi, оборотga kiryotgandingiz, связь anaqa qilib qoldi. Да, shunaqa. Oxiri proyektning menejmentda hozir ishlayapsiz, to'g'rimi? O'zi proyekt hashtari yurizyapsiz. Studentmisiz haliyam yo'qmi? Haliyam o'qiyapsizmi? То есть, да, men universitetda 4-kurs o'qiyapman. Уже tugadi bizada. Birinchi semestrda hamma darslarimiz bo'lib bo'lgan. Ikkinchi semestrda уже bizga ishlash uchun полный свободный vaqt ajratib qo'yishgan. И o'shanga уже men bemalol полный grafikda ishlay olaman. Tushunarli. Diplomchi? Diplom защитаga o'sha 1-2 kun vaqt olishi mumkin. Biz topshirib prezentatsiya qilib berishimiz uchun. A tak уже men hammasini tayyorlab qo'yganman. Diplom ishingiz nima haqida?
Diplom ishimni mana shu hozirgi aytgan onlayn hamshira proyektimni topshiryapman. Полный o'shani ustida ishlab man o'qituvchimga ham ko'rsatib anaqa qilganimda ishda kelib qolayotgan proyektim shuni qilyapman deb aytganimda ular okey bo'ladi реально keysda qilayotgani uchun topshirishimga ruxsat berishgan edi. Okey, Mohira, Agile bilan Waterfall nimasi farqi bor? Nima u o'zi? Degina aytib bera olasizmi? Da. Okey. Agile bizda Waterfall'da hamma ketayotgan statuslar etap ketadi. Demak, birinchi bo'lib shu dizayner qiladi, ishini полный tugatadi. Keyingisi уже backend, frontend etap ketadi. Agile'da bizda qanaqa ishlanadi? U bo'lib gibki bo'ladi. Masalan, biz startaplar uchun shuni ishlatsak bo'ladi. Masalan, qaysidir funksiyani qilamiz deb biz plan qilamiz. Вот o'sha planni masalan bir haftalik sprint bo'yicha qilsak bo'ladi. Вот unda biz dizaynini ham qilamiz, sprint bo'yicha dizaynini qilamiz, потом backend, frontend biz o'sha bo'yicha ishlanadi bunda. Gibga o'shanda biz ham klientga ko'rsatishimiz uchun masalan bir haftalik sprint ichida shunaqa qilinadi. Agile dedingiz, Agile komandaga qaysi rollar kiradi? Nima bo'l must have rollari? Must have rollari deganda qanaqa bizda ishlayotgan programmistlarni aytmoqchimisiz? Misol uchun ichida kim bo'lishi kerak? Agile, misol uchun proyektda biz Agile tizim metodologiyada ishlatamiz. Va o'sha yerda nima rollar bo'ladi? Так, bunda stakeholderlarimiz shu bizada product owner o'zlari bilan biz parallelni ishlaymiz. Вот Agile'da o'zi metodologiyada dokumentatsiyalar sal kamroq bo'ladi Scrumga qaraganda. Вот bizada o'sha product delivery, product owner o'zlari bizada ishlayotgan programmistlar. Scrum Master kim u? Manimcha hozir Scrum Master bilan almashtirib yubordim shekilli. Scrum Masterda product owner, product delivery, project manager bo'ladi. Demak, stakeholderlarimiz bizada. Yo'q. To'g'ri aytyapsiz. Product ownerlar bo'ladi, stakeholderlar bo'ladi, product ownerlar, o'sha project managerlar, lekin Scrum Master rol ham bor. O'sha odam nima ish qiladi? Scrum Master. O'zi Scrum instrumentni eshitganmisiz? Proyektning upravleniyada? Da, eshitganman. То есть menimcha Scrum Masterda Kanban. sprint da shunaqa sprintlar bo'yicha ko'proq ishlanadi Scrumda. O'sha weekly, demak aytayotgan daily meetinglar hammasi Scrumda ko'proq ishlatiladi. Tushunarli. Tak, sprint u nima u? Necha haftalik bo'ladi sprintlar o'zi tega metodologiya bo'yicha? Metodologiya bo'yicha sprintlar demak aytsak bo'ladi bir haftadan 2 haftagacha masalan haftalik qilsa bo'ladi yoki 2 haftalik qaysi funksiyaga masalan kimga qaysi proyektiga moslab qilsa bo'ladi. Men ko'proq ishlaganimda sprintlar bo'yicha ishlaganimizda ko'proq bir hafta yoki 2 hafta qilardim. Chunki biz klientga отчет topshirishimizga men masalan shanba kuni komandamdan полный plan bo'yicha ishlarni qabul qilib olsam, men dushanba kuni klientga topshirishim uchun вот mana bunaqa plandagi ishlar hammasi qilindi deb shunaqa topshirardim. Mana bitta savol bersam bo'ladimi? Bo'ladi. Oxirgi savol, agar shu oxirgi savol bo'lmasa, tasavvur qiling, sizda qanaqadir loyiha bor. Siz o'sha loyihada loyiha menejerisiz. Sizda o'sha loyihangiz davomida bajariladigan topshiriqlar bor-da, zadachalaringiz bor, дорожный kartangiz bor. O'sha har bir дорожный karta topshiriqlarning uzun muddatlari bor. Определенное времяda o'sha zadacha topshiriq bajarilishi kerak. Oxirida loyihangiz muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun, to'g'rimi? Tasavvur qiling, loyihaning o'rtasida kelganda siz o'sha topshiriqlarni vaqtida bajara olmayapsiz. Sizga bog'liq bo'lgan va bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra loyiha просрочкаga chiqib qoldi. Kechikmoqda. Siz nima bilan nima qilasiz? Ushbu shunaqa muammoga duch keldingiz. Loyiha menejeri nima ish qilishi kerak?
То есть biza deadline'ga ulgurmay qolayotganimiz edi-da? Siz loyihani o'rtasiga keldingiz, просрочка bo'lyapti. Siz уже kalendardan o'zizni anaqangizdan qolib ketyapsiz. Siz loyiha menejeri nima ish qilishi kerak shunaqa paytda? Da, o'zi proyekt boshlanayotganda, qilinayotganda hamma anaqa risk menejment bo'yicha, demak, risklarni yoziladi, nimadan risklar qilinayotgani. Masalan, birinchi o'rinda nimadan задержка bo'lyapti bizada. O'shani topish kerak. Masalan, bir xil payt bo'ladi integratsiyalar bilan. Masalan, qaysi proyektimizda nimadir integratsiya boshqa, masalan, Payme, Click bo'lishi mumkin, banklar bilan bo'lishi mumkin. То есть платежный sistemalarda o'shalarda unaqa bo'lib qolishi mumkin-da. Bizada baglar chiqishi bor, unaqa bor. O'sha paytda birinchi bo'lib nimadan problema bo'layotganini o'rganib chiqaman, ko'rib. Qanchalik o'zi o'sha narsa funksiya uchun risk olingan o'zi вообще-то. Biz riskdan o'tib ketyapmizmi, o'sha narsani tekshiriladi. Realni kech qolayotganimizni уже men bilganimdan keyin, то есть olingan riskdan ham kech qolayotganimizni bilsam, men harakat qilaman yana bir marta ko'rib chiqib, biz maksimalniy tezlikda ishlaganimizda qanchada tugata olamiz, uni ko'rib chiqishga. Lekin men ogohlantirgan bo'lardim. Birinchi o'rinda o'sha bizning komandamizdagi headni, mana shunaqa bizda men proyektimda задержка bo'lyapti, вот problema mamanda. Mana shunaqa deb ko'rib chiqishimizni, buni voqliroqdan, demak, product owner o'ziga tushuntirib etish kerak bo'ladi. То есть men shunaqa qilgan bo'lardim. Tushunarli, to'g'ri. Bitta yana savol, product owner bilan project manager nima farqi bor shunda? Так, product owner bu o'zi, то есть men aytmoqchi bo'lgan, u klient основателimizdan o'zi product owner deb ularni aytyapman. Proyekt manager loyiha boshqaruvchisi shunda. Shu narsani so'ramoqchimisiz yoki men noto'g'ri tushundim? Sal boshqacharoq aytdingiz. Funksiyani aytib bering, funksiyani, product owner funksiyasi va project manager funksiyalarini. Demak, project managerda loyihani, masalan, IT komanda o'tayotgan bo'lsa, loyihani boshqaradi. Product ownerda bo'lishi mumkin, IT komandasi ham bo'lishi mumkin, marketingi, полный hammasini ustida ishlanadigani, demak, product owner o'zida bo'ladi. Salesmi, полный hammasini ustida qilayotgan proyektini yaxshilashi, unga o'sha product ownerga tegishli bo'ladi. Proyekt menejerda men IT qilayotgan o'sha produktim bo'lsa, o'sha IT platformani zo'r ishlab berishi. Yaxshi Savol, tomoni. PNL degan narsani tushuncha bormi? Nima u? PNL. Profit and loss. Profit and loss. Profit and loss'larga, то есть доходный частьga, расходный частьlarga kim javobgar? Product ownermi yo project managermi? Bu narsa частьlarga men o'zim hozirgi qilgan proyektimni aytsam agar, то есть bizada outsource kompaniyada ishlaganim uchun menda, demak, narxlarini chiqarish uchun men qaysidir tomonlama men hisoblaganman. Chunki mana bu funksiyaga qancha vaqt ketadi, men backend headidan so'rab, mana shunaqa полный proyektni hisoblaganda men qarashganman. Shunaqa qilganmiz, dokument tayyorlaganda. Menimcha, product manager o'sha o'zini IT anaqasini qarab beradi. Narxlarini. Noto'g'ri o'ylamang, biz nima unaqa savollarni berib tashlayapmiz. Sizda potensial ko'rganimiz uchun anaqa qilamiz. Hozir vatanini bilmoqchimiz. Bo'ldi, Mohira, rahmat katta. Bizga savollar bormi? Menda savollarim o'zi o'sha aytishdi. Qolgan nima ishlar qilinadi, qanaqa requirementlar mendan kutiladigan, u qaysini gaplashsak bo'ladi? Keyingi etapga o'tganingizda yana bir e'tiborliroq gaplashamiz. Detalliroq payment detagidagi boshqa narsalarni kelishgan holda gaplashamiz. Tushunarli bo'ldi. Hozircha savollarim yo'q. Rahmat kattakon sizlarga. Bo'ldi, Gulnasar opa sizga chiqadi, javobini aytadi. Bo'ldi, rahmat. Rahmat, sog' bo'ling.
Bo'ldi, nomzodlarimiz tugadi. Shohbaga kattakon rahmat. To'xtang, men bundan oldin Milena degan qiz kutuvda yana kiraman deyotgandi. Hozir bitta Gaplashib so'raysiz ko'rdingizmi? tayyormikan unda? Hozir so'rayman. Tamam. Hozir kirarkanlar deyman. Hop. Здравствуйте еще раз. Как вы? Прошу прощения, правда, все хорошо. Нормально все? Живы, Да, здоровы? все. Да, Ну, это да, я самое просто главное, только самое главное. выздоровела, у меня горло, видимо, еще не Да привыкло, ничего, вы в поэтому. Ташкенте сейчас? Да, я в Ташкенте. У нас страшный вирус идет, и из-за этого я тоже недавно переболел, так что я вас понимаю нормально. Давайте Да, да. продолжим, Милена. Мгм. Да, я Проектная деятельность. остановилась вот как раз-таки на основе, что я работала там продюсером, и уже, ну, так как это стартап, достаточно тяжело работать в начинающих командах, компаниях, скажем так. И я поняла, что мне для моего же карьерного роста нужно что-то покрупнее, чтобы мне было легче вырасти и какие-то новые навыки для себя принимать. Вот, я приняла решение поменять работу, поменять компанию, вот, и так я устроилась в Олив. Здесь, в Олифе, что касается самого проекта, здесь есть Олив Академия, это также образовательный проект, где я также работаю проектом. Вся организация ивентов, коммуникация, все также проходит через меня. Вот, и, скажем так, полностью всю академию так руковожу ей я, и все задачи по ней тоже делаю я. То есть мне приходят какие-то задачи от руководства, я это уже воплощаю в самой академии. Вот. Если вы будете задавать вопросы, я без проблем отвечу. Просто, как бы по самой вакансии, я не знаю каких-то подробностей, вот, поэтому была бы рада об этом тоже поговорить, услышать. Да, хорошо. У нас я параллельно буду задавать вопросы. Сначала расскажу про вакансию. Вообще мы ищем в группу проектных менеджеров, проектного менеджера на должность младшего менеджера. То есть у нас есть младший, middle, senior как бы, и так далее. Сейчас мы ищем младшего менеджера, который будет заниматься координацией, администрированием проектов, который будет следить, трекить задачи проектов, следить за блокерами проекта, выводить вовремя свои проблемы проектов и всякое вот это вот, все, что связано с управлением проектами. Риски контролить, документы собирать, ну, в общем, вся вот эта рутина. Теперь, по поводу salary, пейментов и так далее, это вам отдельно объяснятся наши коллеги с HR. Нам важно понимание, есть ли у вас опыт в проектной деятельности, именно ведение проектов, есть ли у вас теоретические знания, как вести проект. Вот, например, давайте задам я сразу прямой вопрос. Что такое waterfall, что такое agile? Можешь сказать?
Да, здесь без проблем. Как бы по теории и по практике у меня есть знания в этом плане, потому что в основе мы работали по системе Agile, по этой философии, скажем так. У нас была система Scrum, то есть у нас были спринты каждую неделю. У нас проходили по понедельникам созвоны, миты, где мы ставили себе задачи. Здесь в Алифе это как я одна, как бы команды нет, я как бы сама себе эти спринты ставлю, сама себе ставлю задачи. Вот, но я прекрасно это знаю, как это все работает. Waterfall, я знаю, как это работает, но мы это не использовали ни в одном моем проекте, где я участвовала. Вот, мне близка система спринтов, система Scrum. Вы выступали как скрам-мастер? Ну, теоретически можно и так сказать. Но как бы на деле это все происходило, что вот как нам удобно при работе с командой, то есть я расставила задачи, и мы каждую неделю проходились, проверяли, кто что выполнил, на каком этапе, и какие ресурсы нам нужны, чтобы закрыть какой-то, например, наш отдел, нашу задачу. Вот, и каждую неделю уже ставили точки, к чему мы пришли. Вот. Вообще в основе и в Альфе вся система управления и вся система менеджмента — это полностью agile. То есть у нас там не было такого вот трехэтапного согласования и утверждения всех моментов, как мы привыкли обычно. Вот. Была какая-то проблема, мы обращались к руководителю, сразу говорили да, нет, исправляем или нет. Вот. Здесь в Лифе, в принципе, точно так же, но все равно, так как это финтех-компания, какие-то моменты утверждения, согласования, они все равно чуть побольше здесь. Ну и плюс сама компания намного больше. Вот. Поэтому, да, как-то так все происходило. В основе в Альфе мне было чуть полегче с этим. Но так как была команда, какие-то спринты мы ставили. Понятно, понятно. А были ли вы работали ли с продукт-оунерами? Мгм. Да, вот как раз-таки в основе полностью вообще как основа сформировалась, что продукт-оунеры Альфы и как бы их сооснователи, они являются сами ребятами, которые создали этот продукт. Вот. У нас с ними происходили какие-то мозговые штурмы, как мы можем дальше двигать этот проект, какие цели мы можем ставить. Вот. Поэтому полностью взаимодействие как бы напрямую происходило у меня с основателями основы, вот, и взаимодействие, коммуникация вся. Здесь в Алифе продукт оунер как бы непосредственно вот Алиф Академию директор, я с ней взаимодействую, это мой руководитель, вот, и она считается продукт оунером этой академии. Вот, поэтому мы с ней также раз в месяц проводим созвоны, митинги. Она просто в другой стране сейчас находится, вот, где планируем, как мы будем продвигаться, какие KPI мы ставим для меня, например, и для Академии самой тоже, какой рост мы будем делать. Вот в этом плане, да, я взаимодействовала и ставили цели, исходя из этого уже у меня задачи сформировались, как я могу помочь в выполнении и достижении этих целей. Вопрос, какие цели были у продукт-оунера вашего, ну, по вашему опыту, и какие цели были у проектного менеджера? Чем они отличаются? Что касается продукт-оунера, например, здесь по академии это постановка карьерного центра в самой академии, то есть мне нужно было взаимодействовать. Здесь я уже как проект-менеджер подключаюсь, я, соответственно, разбиваю эту цель на подзадачи. Каким образом мы можем это достичь, с какими компаниями я могу это связаться. То есть эту такую большую цель разбить в несколько маленьких и понять, через какие шаги мы можем эту цель достичь. Вот, для меня различие между продукт-оунером и проектом вот в этом моменте. В основе происходило, в принципе, то же самое. Мне ставили, например, задачу улучшить коммуникацию, сделать так, чтобы, например, ученики были все довольны. Я эту задачу разбивала, понимала, откуда вообще как бы проблема идет, в чем причина, разбивала это на мелкие задачи, дальше уже проходила работу со своей командой и с ними обсуждала, как мы можем улучшить этот момент, и ставила им задачи, исходя из этой цели. Замечательно. Мирина, можете рассказать, где вы учились, в каком направлении? Да, я училась по направлению рекламы связи с Меня слышно? общественностью в МГУ. Да, вот теперь слышно. В МГУ у нас в ташкентском филиале.
А вы сами из Ташкента? Из Ташкента. Я сама с Черчака, но так как я уже обучаюсь и училась, точнее, в Ташкенте и работаю, я уже привыкла ездить, но в этом году я планирую переехать сюда. Понятно. Вы, по-моему, до этого, мы когда разговаривали, вы сказали, что вы жили в какое-то время в России, да? Да, я жила в России. Работали Вообще, в как Альфе. бы, э, как бы до того, как я вначале вот вам рассказывала про фриланс, как бы с 17 лет я работала на Россию, то есть у меня проекты были российские. Вот. Но до этого, да, я пару лет прожила в России. А, хорошо. По поводу... Давайте так. Какая минимальная зарплата вы ожидаете у нас? Готовы перейти? Сейчас я вот говорила вашему HR-менеджеру, что сейчас я получаю от 10 миллионов, вот, и хотелось бы на самом деле получать хотя бы выше 11-12 миллионов, я готова рассмотреть, потому что, ну, переходить из одного места в другое с той же зарплатой, да, я думаю, вы понимаете меня. Да, понимаю. Хорошо, Мелина, извиняюсь. Хорошо. Давайте так. Я понял вас, услышал. Это у нас еще первый этап. У нас несколько этапов будет. Я попрошу Гуляса Лапа, она выйдет на связь и Мгм. скажет ответ. Если что, да, нужно будет проходить еще второй этап Хорошо, без собеседования. проблем. Хорошо. Мгм. Там какие еще вопросы Да, могут в быть? принципе, вопросов нет. Нету? Хорошо, Мелина, выздоравливайте. Спасибо. Ждите звонка тогда до конца недели. Спасибо большое. Да, До спасибо свидания. вам. Хорошего дня. До свидания. Гуляса Лапа? Besh urfga bo'ldi tugat anaqalarim. Nomzodimni tugatamizmi? Tugatamiz. Da, mana bu ikkitasini oxiri ikkita qizni ham chaqirsak bo'ladimi? Hammasiga hozir aytgan telefon qilaman. Просто kelib bu yerda gaplashib olish. Хорошо, хорошо. Hozir aytgan telefon qilaman. Rahmat.